Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun bizda 221 kelgan skорость auspayatır, не переключает DNR. Bu da skorostga tushpayatır. Buning sebebi kuygan SM blok. Qarangizlar, bu yerda yozilgan mana parkovka DNR da. Skorost austradan RD qilib o'sha blok bo'ladi. Endi sizlarga ne uchun bu kuygan? Qaranglar, sizga ma'lumot bo'lib qolishi uchun aytayin. Bu hozir bir akkumulyatorning kesiridan hozir o'sha SM blokda austriyatir. SM blokda. Если vaqtida akkumulyator austrib qolganda o'shunday problema bo'lmaydi deb qo'yamiz. Baribir Allohdan. Qarangizlar, bularda ikki akkumulyator bo'ladi. Biri ortda kompyuterlarga javob beradi, biri starterga. Ortdagi akkumulyator o'lib qolsa-da, starter o't oltiradi, so'ng zaryad olib ishib ketaveradi. 221 da son uchun qaramaydi, biladi, что akkumulyator слабый ekanini zadniy, yuraveradi odamlar. Hozir SM blok kuydi, hozir bu turadi normalniy bag'a, buni proshvat etish kerak, установить etish kerak. Уже bir 10 akkumulyatorda aqshasi chiqib ketadi. So'ng uchun akkumulyatoringizga hozir qistin suvida qarab qo'yganlaringiz jo'n bo'ladi. Yaxshilab qarab yurib, qisda tez akkumulyator o'lib qoladi, bankalarni tekshirtirib. Akkumulyator слабый bo'lsa, bundan boshqa bloklarda kuyuv mumkin. Nega nagruzka tushadi? Именно starter qo'ygan kezda 5-6 amperga tushib ketadi. Shu kezda уже blok kuyib ketishi mumkin. So'rovlaringiz mumkin, tok 221 da, любой mashinada, xod 124 Mercedes bo'lsin, kommutatorlar kuyish sebebi ko'p akkumulyatordan bo'ladi. Solarga qarab yuringizlar. Sizlarga bir ma'lumot ulashib qo'ying dedim. Kimga unagan bo'lsa ma'lumotlar like bosib qo'yasizlar. Rahmat, bizni kuzatganlaringiz uchun.